Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun sizlar bilan shunaqa zo'r narsani obzor qilamiz. O'zi sizlar bilan faqat katta uchastkalarni obzor qilardim-ku, endi bu safar shunaqa chiroyli narsa obzor qilaman. Hammasi sizlar uchun, sizlar yaxshi ko'rasizlar u narsani, chunki hammani og'rig'i, uyida ham shu narsa bor. Juda ko'pchilik shunga yechim xohlaydi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Tayyor turinglar, qaranglar. Ko'rasizlarmi buni? Bu uголокni ko'rasizlarmi? Zo'rligini ko'rasizlarmi? Chiroyliligini ko'rasizlarmi? Sizlarga ham yoqdimi? Yoqdimi aytinglar. Bu bilasizlarmi qizlar? Bu mana bu uгологimizga biz chexol tikkanmiz. Bu chexol. Chexolni hatto chexolligini ham bilmaysizlar. Shunaqa chiroyli turibdi. Men hozir sizlarga aynan buni yechib ham ko'rsataman. Aytasizlar, voy o'zidan ham chiroyli chiqaribsizlar-ku deysizlar. Yechganimizda hozir ko'rsataman. Uni ham oxirida ko'rasizlar. Ketib qolmanglar, oxirini dosini ham ko'rasizlar. Bu poslisi. Biza juda ko'pchilik shunaqa baribir o'zbek xalqi yo bolajon xalq, bolalarimiz ko'p, uyimizda mehmonlar ko'p kelishadi. Voy, sen ustida narsa yema demaymiz. Hozirgi paytda juda ham ko'p ahamiyat bersanglar, mebellar och rangda chiqyapti, to'g'rimi? O'shaning uchun och rangdagi mebellarga chexol qilmasa bo'lmaydi-da. Bir pasda kirib bo'ladi, keyin uni yuvishga to'g'ri keladi. To'g'ri, yuvsa ham bo'ladi, lekin biz ham buni bir marta yuvdirdik, to'g'risini aytsam. Hali klient kutmay yuvdirdik. Bu showroomimiz, bu klient uydan olmayapman. Zarina dizayn showroomi. Agar siz ham parda tiktirgani kelsangiz, bizning yopiq showroomimiz bor. Mana shu showroomga olib kirib sizni ham ko'rsataman. Xo'p, klient kutmasdan xullas yuvdirdik, ishonasizlarmi? 1 million so'mga klient kutmasdan yuvdirdik. Endi tasavvur qilinglar. Klient kutsa, har oy 1 millionga yuvaman, yuvsa, misol uchun 1 yilda 10 million pul ketadimi? 2 yilda qancha pul ketadi? 3 yilda qancha pul ketadi? Keyin menga yana yoqmagan tarafi yuvilgani xuddi o'zidek bo'lib turmadi-da, to'g'risini aytsam. Mana bunaqa sal chaplanib turdi. Men mana shu mebelni Turkiyadan sotib olganda aytdim, showroomga bu, uyimga emas. Men xudo xolasa bunga showroom bo'lgani uchun men bunga chexol qilmayman. Mazza qilib klientlarim kelib yayrab o'tirishsin degan niyatda oldim. To'g'risini aytaman, Modokkodan sotib olganimda mashlaqa deb olgandim. Lekin buni hech qanaqa iloji bo'lmadi-da chexolsiz. Mana bir marta klient kutmasdan yuvdirdik, yuvgandan keyin ham qanaqadir o'sha dog' bo'lib qoldi-da, ko'p joyi. Ana shu joy mana bunaqa sal surkalibroq chiqdi. Mana surkaladi-ku bir narsa, shunaqa bo'lib chiqdi, lekin ketdi kiri. Lekin qanaqadir surkalib chiqdi. U narsa menga yoqmadi. Unaqa nima deydi? Yarki bo'lib turmayapti-da, qanaqadir dog' bo'lib turibdi. O'sha 2-3 marta yuvilsa, o'sha petno bo'lib qoladigan ahvolda edi. Chunki buni osnovasi ham och rangda-da. O'shaning uchun bunga o'ylab o'zideka hech kim chexolligini hatto bilmaydigan holatda bunga yechim qildik. Buni chexolligi umuman bilmaydi. Mayli, chexolligini bilmaslik bu ikkinchi masala. Lekin bunda o'tirganingizda hech narsa surilmaydi. O'rtoqlar, ishoninglar. Chexol deb his qilmaysizlar buni. Xuddi o'zini radnoydaka. Kimlardir aytadi menga, "Voy, o'lib ketadigan dunyoda nima kerak buni chexol qilib?" deydi. Xo'p, o'lib ketadigan dunyoda tozada yashash yaxshi emasmi? Petno, kir narsalarga yashagandan ko'ra. Buni misol uchun uy sharoitida bemalol har 2 oyda yoki har 3 oyda, bo'pti, har oy demaylu, har 3 oy, 2 oyda olib, kir moshinaga solib, oppoqqina yuvib, yana solishga nima yetsin? Misol uchun to'g'risida ustidan parashoklab, mana bunaqa qilib pilesoslarda yuvgandan ko'ra-da, to'g'risini aytaman, nam bo'ladi u. U nam holat menga misol uchun yoqmadi u. U quriguncha 10 kun ketdi, ishonasizlarmi? O'sha namda qanaqadir kevonman, mana shu yerda yuvdirdik-da, mana shu yerda kelib yuvib berishdi bolalar. Kimnidir chaqirdik. Nam ketgandan keyin ham 10 kunlab nam turdi-da. U suv ichiga kirganda, xo'p, 2-3 marta yuvilsa nima bo'ladi u nam? O'shaning uchun menimcha bu gigiyenaga ham to'g'ri keladi deb o'ylayman. Mazza qilib ishlatasizlar, duo qilib ishlatasizlar buni, ishoninglar. Mazza qilib kir moshinalarga solib, klientni o'ziga solib berishni o'rgatamiz. Qanaqa solinadi, qayerda zamoklari bor, qayerda rezinkalari bor. Juda ham oson, qiyin emas umuman. Qo'rqmanglar, ishoninglar, vobshe oson. Kir moshinalarda yuvib har oy kerak bo'lsa yuvib mazza qilib ishlatasiz. Bir marta pul tikasiz va ishoninglar,
6-7-8 yil mazza qilasizlar. Mana shu joningizga teguncha chirib ketmaydi bu. Mazza qilib yuvib tutasizlar. O'shaning uchun mana shunaqa yechim qildik. Qaranglar, yastuklarga ham qilganmiz. Hammasi mana bunlari, hammasi chexol, mana bitta rezinkalar bor, chiqib ketmaydi, xavotir olmanglar. Umuman chiqmaydi. Mamyoli ham kiydirilgan, mana polniy. Sizlarga ko'rsataman hozir. Qaranglar, mana rezinkali. Hozir men dosini ham ko'rsataman sizlarga. Ochib ko'rsataman. Qaranglar, bir xil ajinkodni bir xil qildik. Mana chexol bilan bir xil qilib qildik. Hatto rangi ham, strukturalari ham, hamma narsasi bir xil. Tegi rezinkali, qotib turadi, ko'rasizlarmi? Shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Mana bu vitichkalari bor. Bizani chexolchimizcha qo'llari dard ko'rmasalar, professionallar. O'zbekistonda bunaqa chexolchi sizlar topolmaysizlar, qidirib yurmanglar, faqat Zarina dizaynga kelasizlar. Faqat o'rtoqlar showroomimizga yoki showroomimizga kelishinglar mumkin, faqat yozilib kelinglar. Biz xohlagan paytda, xohlagan soatda mijoz qabul qila olmaymiz. Chunki siz kelgan paytda o'sha bizlar boshqa mijozga va'da berib, shu soatda mijozni kutgan bo'lishimiz mumkin. Keyin sizga yaxshi e'tibor bermasligimiz mumkin. O'shaning uchun oldindan telefon qilib, yozdirib showroomimizga kelsanglar, mana shu chexolni ham jivoyni ko'rib ketasizlar. Agar kimdir voy rostdan shunaqa narsa bormi? Bitta jivoy ko'ring, men ham tiktiraman uyimga deganlar bo'lsa, bemalol Zarina dizayn showroomiga yoki showroomiga sizlarni taklif qilamiz. Faqat oldindan yozdirib kelishinglar mumkin. Mana shunaqa luksviy, premium chexollarni tikib beramiz sizlarga. Ko'rasizlarmi? Buni qanaqa zo'rligini ko'rasizlarmi? Yoqdim sizlarga ham. Bitta ko'rgandan o'zimdan yoqdi. Shunaqa wow dedim. Kutmagandim-da, to'g'risi. Bunchalik zo'r chiqadi deb o'ylamagandim, lekin zax chiqishiga imkonim komil edi, ishonchim komil edi, lekin bunaqa zo'r chiqadi deb o'ylamadim. Haqiqatan vashshe klass chiqdi boru. Juda ham chiroyli chiqdi. Hammanglarga rahmat e'tiboringlar uchun. Kimga shunaqa premium sifatdagi chexollar kerak bo'lsa, albatta Zarina dizaynga murojaat qilasizlar. Videoni tagida telefon raqamimizni qoldiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.